Barchaga assalomu alaykum. Bu hammasi Lionstardan boshlandi rubrikasi va loyihamizning ilk mehmoni Sara. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni ekran ortidagi insonlarga tanishtirsangiz. Mani hamma Sara sifatida biladi. Mani o'zbekcha ismim Xulkaroy, familiyam Rahmatullayeva. Singapurskida 3-kurs talabasiman. Hozirda Lionstarda dispetcher bo'lib ishlayapman. Do'stlar, mana hozir Lionstarga keldik. Endi bugun Sarani bir kunlik ish kunini real time'da ko'rib chiqamiz. Ana qanaqa bo'ladi. Xo'p, Sara, boshlasangiz. Qani ketdik unda. Mana shu bizlarning ofisimiz Lionstar. Sara, endi umuman Lionstar haqida ma'lumot bersangiz. Lionstar kompaniyasi 2020-yilda tashkil topgan va o'shandan beri faoliyat yuritib kelmoqda. Hozirda O'zbekiston filialida 200 ga yaqin xodimlar bor. Xo'p, bu yerda kimlar ishlaydi? Bu marketing department, ya'ni Instagram video va biz marketing bo'limi bilan shug'ullanishadi. Lionstar plyus taraflari biz boshqa kompaniyalarga ham xizmat ko'rsatamiz. My Fluid Solution, Safety, Cdl Hire bu boshqa kompaniyalarga ham driver hire berishadi. Hozir bu yerda odamlar ko'rmayapman, ishlashmayapti deyapsiz, to'g'rimi? Ha, chunki aynan Safety va Cdl, ya'ni recruiting departmentlar kunduzgi smena ishlashmaydi. Amerika asosiy smena, ya'ni bizga kechga to'g'ri keladi, o'sha smena bilan ishlashadi. Ish joyingizni ko'rsatsangiz, qayerdan boshlanadi ish joyingiz? Ish joyini ko'rsatishdan oldin men hozir sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Kamerani shu tomonga qarasangiz, Lionstar Family, ya'ni o'sha 4 yildan beri biz birga tushgan rasmlarni imенно mana shu bordga qadab qo'yamiz. Hattoki ishdan ketganlarni ham qalbimizda mangu yashash uchun shunaqa rasmlar. Bu yerda o'zingiz bormisiz? Bor edim. Mana shundagi rozviy ko'ylakdagi mana. Ofis 3 etajdan iborat, lekin har bir etajda o'zini oshxonasi bor. Mana ko'rib turganingizdek, obedda kerakli xolodilnik, mikroto'lqinli pech, suv, hamma narsa bor. Bu yerda o'zingizlar ovqat qilish uchun sharoit bormi? O'zi logislanishga o'zi ovqat qilmaydi, ovqat isitishga sharoit bor. Bu bizning yozgi hovlimiz, ya'ni biz qanaqadir tadbir, Navro'z yoki mustaqillikka oid qanaqa tadbirlarni mana shu yerda o'tkazamiz. Podvalda xodimlar uchun chill zona yaratib berilgan. Ko'rib turganingizdek, bolalar, qizlar ham bizda tennis o'ynaydi. Asosan qaysi payt umuman bu chill zonaga tushasizlar? Ishdan tashqari ham o'ynashadi. Bizda aytib o'tganimdek 1 soat break vaqti bor. O'sha vaqtida ham undan foydalanib, ya'ni faqat o'tirish emas, harakatlanib, tennis ham o'ynab turishadi. O'zi hamma unaqa tennis master bo'lib ketgan o'zi. Endi hammasini boshidan boshlasak, nega aynan logistika, aynan mana shu kasbga qiziqish nimadan kelib chiqdi? Nima sabab bo'ldi? To'g'risini aytadigan bo'lsam, 2-kursligimda bizda oilaviy moddiy taraflama qiyinchilik bo'lib qolgan. Dadam qamalib qolgan. Birinchi umuman ishlamaganman. Ishga kirishim kerak, pul kerak bo'lgan. O'shanda eshitganman, logistikada oylik kattaroq bo'ladi. Keyin logistikani tanlaganman. Logistika sohasi haqida kursdoshlar bilan eshitganman, chunki biz Singapurskida hamma studentlar logistikada ishlaydi. Lionstarda hech kimdan eshitmaganman. O'zi logistikaga ishga kirishim kerak, Instagram videolar ko'rardim. Har bir kompaniyaning sahifalarini ko'rganda Lionstarda videosi chiqib qolgan. U videoda, ya'ni bizning oldimizda Shon aka bilan har bitta ishchilar o'rtasida video olingan. Ya'ni o'shanda ko'rganman, owner bo'lib turib ishchilar bilan video olar ekan, demak muhit yaxshi bo'lsa kerak deb shu orqali topshirganman. Kelganingizdan keyin qiynaladigan vaziyatingiz nima bo'lgan? Aynan qanday qiyinchiliklar bo'lgan logistika sohasida? Uyqu. Hech qachon odam uyquga to'ymaydi. Ikkinchisi, communicationdagi driverlar bilan ko'p driverlar ingliz tilini yaxshi bilmaydi. Communicationlar, brokerlar bilan stress. Ana shu ikkita sabab. Ham o'qib, ham ishlaydigan studentlar juda qiyinchilik bo'lardi. Ishga vaqtida on time kelish, darslarda, leksiyalarda uxlab qolmaslik, bu eng qiyin. Birinchi men ishga kirganimda updater bo'lib ishga kirganman va 1,5 yil davomida updater lavozimida faoliyat yuritganman. Hozir esa dispetcher lavozimida faoliyat yurityapman. Shunda 1 yil davomida siz updaterdan dispetcher pozitsiyasiga o'tdingiz. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Boshqa kompaniyalarda yo'q. Lionstarda shunaqa. Agar siz, ya'ni updaterdan siz o'zingizni fikringizni bildirsangiz, agar dispetcher bo'lmoqchi bo'lsangiz, yaxshi ishlasangiz, o'zlari ham oylik ham berishadi, ham o'sha jarayonda dispetcherlikka tayyorlab ko'tarishadi. Ya'ni men ham shu imkoniyatdan foydalanganman. Dispetcher kim, updater kim, qanaqa vazifani bajarishadi ular? Mana shu savolga ham kengroq javob bersangiz, ularning vazifasi qanaqa bo'ladi o'zi? Dispetcherning vazifasi, ya'ni qisqa lo'nda qilib tushuntiradigan bo'lsam, dispetcher yuk oladi. To'g'ridan-to'g'ri native, ya'ni amerikalik brokerlar bilan gaplashib yuk oladi. Updaterning vazifasi dispetcher yuk olingandan keyin o'sha pick-up yukni biza olib olgandan keyin to biza uni delivery qilguncha o'sha jarayonga qarab o'tirish kerak. Sizga mana hozir dispetcher vazifasidasiz.
Qaysi biri ko'proq yoqadi? Dispetcher, chunki dispetcher bo'lsa, u auditorga ish buyuradi. Xo'p, logistikaga birinchi kirgan odam bilmaydigan, lekin bilishi muhim bo'lgan narsalar nima? Logistikaga kirgan, ya'ni logist bo'lib ishlayotganlar qilish kerak bo'lgan narsalar o'zi juda ko'p, lekin men muhim deb o'ylagan 3 ta narsani aytaman. Birinchisidan bu uyqu rejimiga juda ham e'tibor berish kerak, chunki birinchi yil, ikkinchi yil bildirmaydi, keyin albatta sog'ligiga ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchisi fast food, chunki men o'zim birinchi yil juda ko'p fast food yeganman. Bu faqatgina semizlik emas, boshqa kasalliklarni ham keltirib chiqadi. Ya'ni fast food yeyishdan saqlanish kerak. Uchinchisi, doimo harakatda bo'lish kerak. Zalgami, pilateskami, qanaqadir sport turi bilan shug'ullanish kerak. Agar mana shu 3 ta narsani qilsa, u o'zining sohasi, logistika sohasi bo'yicha ham ko'proq ishlay oladi. Mana hozir siz mana shu og'riqli mavzudan boshlaysiz, uyqu, ovqatlanish. Endi mana shunaqa ish jarayonida qanday esda qolarli voqealar bo'lgan, aynan mana shu Line Star bilan bog'liq? Xatolarimi yo kulgili vaziyatlarmi qanaqa? Aynan men kechki smenada ishlayotgan paytim, endi kunduz o'qishdan borganman. O'sha kuni dugonalarim bilan ham qaysidir dugonam tug'ilgan kun bo'lgan. Tug'ilgan kunga borib, kech borganman uyga. Uxlaganman, keyin smenaga uxlab qo'yganman. Mani menejerim telefon qilib, "Sara ishga kelasizmi?" degan. "Ha, yo'ldaman" deganman, lekin men o'sha paytda ko'rpan tagida uxlayotgan bo'lganman. Keyin kechib kelganman. Bu ham esda qolarli bo'lgan. O'shanda bilishgan, ammo men uxlab qolganimni. Keyin dispetcherlikni o'rganayotgan paytim, ya'ni dispetcher bo'lib ishlayotganlar, logistikani biladiganlar biladi. Kaliforniya bu katta hudud. Men o'sha payt bilmaganman. USPS bet yuklab oladi. Men ya'ni siz o'zingizni narxingizni qo'yib yukni sota olasiz. U yukni sotib olganingizdan keyin siz u yukka mas'ulsiz. Mana shunaqa bo'lgan. Bitta driver bo'lgan, u qaraganman, Kaliforniyada Reddit turgan. Bu yerda yuk chiqib o'tiribdi Kaliforniyada. Men hozir zo'r ish qilaman deganman, yukni olganman. Lekin yukni olgandan keyin chek qilsam, orasida 400 mile deadhead bo'lgan. Ya'ni u bekordan bekorga bosib o'tish kerak masofa 400 mile, 400 kilometr bo'lgan. Driver yurmayman degan, broker agar sizlar yukni qilmasanglar, masalan, Dinoga tiqaman degan, ya'ni qaytib "Do not use this company" bu kompaniya uchun katta minus. Keyin o'shanda yana bitta boshqa dispetcher bilan gaplashib, u driverga qo'shimcha pul to'lab yurgizganmiz. Vaziyatdan chiqib olgansizlar. O'sha menga eng katta dars bo'lgan. Har bir yukni olinishidan oldin, bu endi dispetcher bo'lmoqchi bo'lganlarga ham tegishli. Har bir yukni olishdan oldin uni orasidagi masofani chek qilish kerak. Menga ham butun umrli dars bo'lib qolgan. Logistika sohasiga kirganicha qancha bo'ldi? 2 yildan oshdi. Logistikani pluslari ko'p. Bu yerda siz formada kelishingiz shart emas yoki ish jarayonida ham xohlasangiz snack yeb o'tirishingiz bo'ladi. Ya'ni strict qattiq qonunlar yo'q. Line Starda bitta muhit shakllangan, bitta family, ya'ni bitta oiladek. Men boshda ham kayfiyatim yomon kelganda ham hamma agar kayfiyatingiz yomon kelsa, ishxonadagilar shunaqa, "Nima bo'ldi? Kim xafa qildi?" deb so'raydi. Yoki xursand bo'lsangiz ham nimaga xursand bo'ldingiz? Lekin hamma даже bitta narsa shakllangan, kimdir kattadir yutuqqa erishsa, moshina oladimi, telefonini o'zgartiradimi, hamma tabriklaydi. Уже muhit shakllanib bo'lgan, oilaviy muhit qanaqadir. Kompaniyada yoshi katta insonlar, yoshi kichik insonlar bor va hammasi har xil pozitsiyada. Yoshi kichik insonlar ham kattaroq pozitsiyada bo'lishi mumkin. Va mana shunday holatda sizdan yoshi kichik insonlar sizga murojaat qilishsa va task berishsa, topshiriq berishsa, uni qanaqa qabul qilasiz? Shunaqa feedbacklarni. San yoshsan-u degan narsa bo'ladimi? Shunaqa narsa bo'lganmi o'zi? Jamoada bu to'g'ri qabul qilinadimi, adekvat bo'lib? Yo'q, men boshida aytganimdek, bu yerda o'zi sog'lom muhit yaratilganligi uchun ham agar qaysidir sizdan yoshroq odam katta lavozimda bo'lsa, u prosta yosh emas, u demak tajribasi, bilimi orqali bo'ldi. Men shunaqa qaraladi. Men o'zim ham bunga shunaqa qarayman. Men beter bo'lganimda ham, ya'ni 2007-yil dispetcherlar bo'lardi, ular menga ish berardi. Ular meni ukam qatori. Men to'g'ri qabul qilardim, chunki ular mendan ko'proq o'sha paytda masofani bosib o'tgan, bilimi ham bor. Bu yerda Line Starda it's okay. Ya'ni kichkina bo'lib turib katta lavozimda ishlash, bu demak u ko'proq mehnat qilgan, ko'proq shunga loyiq. Hozir qayerdamiz? Bu qaysi bo'lim? Bu bizning ikkinchi etajimiz, recruiting department, ya'ni driverlarni hire qiladigan bo'lim o'tiradi. Bu yerda HR department, ya'ni Line Starda xodimlar bilan ta'minlab berishadi. Bu yerda esa dispatch update department o'tiradi. Bu tarafda esa bizning fleet departmentimiz. Asosiy ish men shift vaqti, ya'ni O'zbekiston vaqti bilan 4 dan kechqurungi 2 gacha bo'ladi. Ya'ni bu bizning o'zbekcha dejurniy sostavimiz kechqurungi. Nech pul topishar bu yerdagilar? Aynan mana shu departamentdagilar. Update'lar $350 dan $850 gacha topishadi.
dispetcherlar bo'lsa 1000 dan boshlanadi. O'zi Lionstarda chegarasi yo'q. 30-35 ming olgan dispetcherlarni ham taniyman. Bizning rahbarlarimiz ham, ya'ni mindseti ham juda ham yaxshi. Har bir departamentda, har bir bo'limni o'zining menejeri bor. Albatta, sizda qanaqadir problema bo'lsa, birinchi menejeringiz bilan gaplashasiz. Agar siz yo'q boshliq bilan gaplashaman desangiz ham, it's normal holat. Keyin bizning menejerimiz bor, CEOmiz. U kishini xonalari ham ochiq. Siz bemalol kirib taklifingizni bildirsangiz ham bo'ladi. Bizda akkauntlari ham bor. Xohlagan odam bizni boshliq, ya'ni ownerlarimiz bor. Sanjar aka, Shon akaga ham yozsa bo'ladi. Ofisda ko'rsangiz ham bemalol borib fikringizni aytsangiz, ular to'g'ri qabul qiladi. Ya'ni men boshliq ekanman, bu oddiy ishchi ekan degan narsa yo'q. Ha, demak, hammaning fikri inobatga olinadi. O'zini kuchi bor. Misol uchun, biza butun kompaniyamiz yangi sistemaga o'tyapmiz. O'sha sistemada Create yaratuvchilari bor. Bizning ownerlarimiz aytgan, har bir updaterdan feedback olib chiqinglar, chunki ishlaydigan ular. Ya'ni birinchi o'rinda ishchilarning komforti, ularga qaysi qulay bo'lsa, o'sha narsalarni qo'shamiz. Ya'ni har bittamizdan so'rab chiqildi. Qanaqa qilsak qulay, qanaqa siz aniq rang qilsak yoki qanaqa shakllar bo'lsa qulay, yoki nimalarni qo'shsak sizlarga foydaliroq bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, ishlash jarayonida faqatgina butun whole picture o'ylanmaydi-da. Katta narxani ko'rishmaydi-da, har bir detallar, ya'ni shu kichkina mutaxassismi ishlayaptimi, birinchi bunga qulay bo'lishi kerak deb. 2 yil oldinga qaytib qolganingizda, aynan mana shu logistika sohasiga kirgan bo'larmidingiz yoki boshqa soha tanlagan bo'larmidingiz? Menimcha logistikaga kirgan bo'lardim, chunki buni o'zgarish sabablari bor. Hozir Amerika vibe bera oladigan sohalardan biri, keyin esa to'g'ridan to'g'ri siz nativlar bilan gaplasha olasiz. Qoraversiz-ki freedom, ya'ni erkin ish faoliyatini ham bera oladi. Bu siz ish joyingiz. Qanaqa departament edi bu? Bu yerda ham dispetcherlik departamenti o'tiradi. Bu meni ish joyim. Ko'rib turganingizdek, bizda hammada 3 ta monitor. 3 ta monitor bo'lishining sababi, bittasi ya'ni bort ochiq turgan bo'ladi, bittasida email ochiq, ya'ni bizga qulay ishlash komfort beradi 3 ta monitor ishlash. Bu telefon nimaga? Brokerlar bilan gaplashish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni siz qanaqa dataning ko'rib olsangiz, yozsangiz ular aytib bermasligi mumkin yoki uzoq vaqt oladi. Sразу telefon qilish kerak. Shuning uchun hammaga ko'rib turganingizdek, hammada o'zining stolida telefonlar bor. Logistika sohasidagi faoliyatingizda Lionstar sizni qanchalik o'stirdi deb o'ylaysiz va siz Lionstar kompaniyasiga qanchalik hissa qo'shdingiz o'sishiga? Birinchi ishga kirib kelgan paytimda, ya'ni birinchi ishxonam Lionstar bo'ladigan bo'lsa, men ungacha moliyaviy mustaqil bo'lmaganman. Doim uyimdan pul olardim. Lionstar birinchi o'rinda menga moliyaviy mustaqil bo'lishni hissini berdi. Ikkinchidan bo'lsa, ya'ni o'zimning ishim bor, menga bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan hamkasblar berdi. Hamkasblarim juda ham yaxshi. Turli xil mavzularda sog'lom turmush tarzi, jimga chiqish, men hamkasblar orqali ko'p narsani o'rgandim. Lionstarda boshqa kompaniyalardan farqi nimada? Juda ko'p farqi bor. Agar sanab beradigan bo'lsam, o'sha birinchi o'rinda oilaviy muhit, hamma bir-birini oiladek ko'rishi. Ikkinchidan, juda ko'p logistika kompaniyalarda qizlarga nisbatan ko'p diskriminatsiyalar bo'ladi, ofisda so'kinishlar bo'ladi. Buni logistlarni boshqa logistika kompaniyada ishlaydigan juda ko'p do'konlarim aytadi. Bizda bu unaqa emas. Qizlar, bolalar hammasiga bir xil e'tibor, bir xil vнимание beriladi. So'kinish mumkin emas, xonada chekish mumkin emas. Environment yaxshi shakllangan. Aynan juda ko'p kishi, ya'ni men Instagramga Lionstar haqida qo'yganimda ham o'zini ofisini yomonlab, Lionstarga qanday ishga kirsam bo'ladi deb so'raydi. Ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p ko'raman. Logistika kasbi qiz bola uchun mos keladimi, to'g'ri keladimi? U asosan bolalar uchun emasmi? Mana shunaqa savollar, fikringiz qanaqa mana shu haqida? Menga ham ko'p aytishgan, logistikaga ishga kiraman deganimda, qarindoshlarim hammasi menga qarshi chiqishgan, u to'g'ri kelmaydi. Chunki stereotiplar qolib ketgan. Bu yerda bolalar ishlaydi yoki o'sha so'kinish muhitlarini ko'rgandan keyin qiz bolaga to'g'ri kelmaydi degan fikrga kelishgan. Ikkinchidan, logistikada ishlash uchun sizdan kuchli disiplina, kuchli asab talab qilinadi. Lekin bu gaplar yolg'on. Qiz bola ishlay olmaydi degan. Qiz bola ishlasa bo'ladi. Juda ko'p tanishlarim dispetcher, ya'ni broker, HR har xil departamentlarda faoliyat yuritib kelmoqda. Ko'p qizlar bo'shroq bo'ladi. O'ziga nisbatan disiplinasi kamroq qizlar ishlab keta olmaydi. Ammo maqsadni aniq qo'ysa, disiplinasi ko'proq bo'lsa, it's okay, hammasi easy. Bugungi ish faoliyatim tugadi. Endi ishdan chiqib, men Volnaga boraman. Volna, ya'ni bu ayollar fitness klubi. Sara, shu yerga kuzatgan insonlarning ichida bitta savol qolib ketdi, qiziqib turishibdi.
20 yoshli Sara Lionstar kompaniyasida oyiga qancha daromad topadi? Hammani daromadi menimcha sir bo'lishi kerak. Men buni Buni ayta olmaysiz. ayta olmayman. Do'stlar, unda sizlar izohlarda yozib qoldiringlar. 20 yoshli Sara Lionstar kompaniyasida dispetcher vazifasida qancha daromad topishi mumkin? Taxminingizni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi 5 yilligingizni aynan logistika sohasida Lionstarda ko'rasizmi yoki o'zgartirishingiz mumkinmi? Sohamni o'zgartirmayman. Kompaniyamni ham o'zgartirish niyatim yo'q, chunki men bilaman, Lionstar is the best, eng yaxshi kompaniya. Lekin men 5 yil deya olmayman. Qiz bolaligimni hisobga olgan holda, turmushga chiqib ketib qolish mumkin. Shuning uchun bir narsa deya olmayman. Lionstarda ishlashda davom etaman. Sohaga endi kirmoqchi bo'lganlarga qanday maslahat berasiz? Va aynan qizlarga ham aynan mana shu sizga o'xshab qiziqqan insonlarga maslahatingiz qanaqa? Ayniqsa qizlarga ayta olaman, juda ko'p kishi qarshi chiqadi, qo'ymaydi, lekin agar sizlar ishonsanglar, qiyinchiliklarga duch kelsa ham o'shani yengib keta olishiga ishonsak, sohaga kiringlar. Financial jihatdan ham freedom bo'lasizlar, o'zingizlarni yangi qirraliklarni kashf qilasiz. Lionstarga ishga kirayotganda sizda ham 500 bormi? Chunki logistika sohasi o'zi qiyinchilik, depressiya. Shu narsada kelganda siz просто ish tashib ketib qola olmaysizmi? Qiyinchilik, chunki ba'zi insonlar bor, depressiya qiyinchilik bo'lsa, bo'ldi deb ishni tashib ketadi. Lionstarga qiyinchiliklar bo'lsa ham, depressiya bo'lsa ham, o'shani yengib o'tib, o'zini ustida ishlaydigan xodimlar kerak. Ya'ni yoshroq, energiyaga boy, o'zini ustida ishlaydigan. Sara, sizga rahmat. Ajoyib suhbat bo'ldi va mehmonimiz bo'lgani uchun yana bir bor kattakon rahmat. Siz esa izohlarda yozib qoldiring. Aynan hammasi Lionstardan boshlandi rubrikamizda keyingi sonida qaysi departamentdan, aynan qaysi mutaxassisni mehmonga chaqiraylik. Sizlarga ham rahmat.